Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali do'stlar. Bugungi videomizda ajoyib bitta Telegram bot orqali sarmoyasiz pul ishlash kursi beraman do'stlar. U botimizda avval ham video qilib chiqarganman. Keyin do'stlar o'sha botimni silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi do'stlar. Keyinchalik do'stlar mening Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda o'sha botlardan, ilovalardan, saytlardan pul chiqarsam men Telegram kanalimga tashlab boraman. Qaysi sayt, qaysi bot turadi ekaniga bemalol bilib olib, sizlar ham sarmoyasiz pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta Telegram kanalimning ham silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi do'stlar. Endi hozir men botga o'tib olaman. Va mana do'stlar ko'rishingiz mumkin, men botga ham o'tib oldik. Botga kirishimiz bilan start bosam, start bosgandan keyin bu yerdan play now'da ustida oxirgi paytlarda shunday qilyapti bot ham. Ya'ni mana shunday kirgandan keyin ham yana отказ berib yuboryapti kirishga yoki boshqa narsa qilyapti. Ham zarar yo'q. Hozir yana restart berib qaytadan kirmoqchi bo'lamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana botga ham kirib oldik do'stlar. Bu yerda mana botda hozir pul ishlash tushuntirib o'taman. Bu yerda mana pastda 5 ta, ya'ni 6 ta bo'lim bor. Endi do'stlar bu yerda ko'rishingiz mumkin nimalar bor. Masalan, bu yerda mana harvest PTS deb yozib qo'yibdi. Ya'ni har 3 minutdan biz mana shunday harvest degan ustiga bosib 40 ta mana bunday point olishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda 2850 ta point bor edi. Hozir mana shunday reklama chiqib keladi endi. Mana shunday reklama chiqadi endi. Bu reklamalar albatta kazino o'yinlar, lekin albatta bularga kirib o'ynashinglarni maqsad bermayman. Oddiygina reklama, mana shunday reklamalarni ko'rib o'tkazib yuborishni maqsad beraman. Qiziqtirish nimasi uchun mana bunday reklamalar har xil YouTube boshqa narsalarni chiqaradi, lekin albatta kirishni tavsiya etmayman qimorga. Hozir bu reklama ham o'tgandan keyin yana bitta reklama chiqishi kerak, keyin o'sha nimani olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, buni nima qilamiz? Bosamiz va bitta o'tkazib yuboramiz va hozir ko'rishingiz mumkin 2800 verifikatsiya so'rayapti. Hozir qancha terib yuboramiz? O'zi teradi avtomatik. 2850 dan hozir 2000 mana ko'rishingiz mumkin successfully point dedi va ko'rishingiz mumkin 3 daqiqa ichida yana 100% bo'ladi va to'ladi. 2890 ga o'zgardi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mana shunday qilib har 3 daqiqada mana shunday reklamani ko'rib olib olish mumkin bo'ladi mana bunday pointda. Keyin do'stlar bu yerda mana yana ikkinchi bo'limlari bor, boshqa bo'limlari. Keyin bu yerda mana affiliatsiya program, ya'ni referral dasturi bor. Bu yerda mana kopirovat qilib olib o'sha do'stlaringizga ham tarqatib yana qo'shimcha daromad olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin bu yerda shop bo'lim bor. Shop bo'lim orqali biz bu yerda mana bunday qo'shimcha daromad, ya'ni ko'paytirish maqsadida mana bunday nimamizni har 3 daqiqalikda ko'paytirish nimasi uchun bor. Bu ham o'sha sotib olish mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda plans bo'lim bor. Plansda bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, subscribe qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana nimalar bor. Reklama, ya'ni mana shu 199 mingga mana shu pointlik nimani sotib olsak, no ads, ya'ni hech qanday reklama yo'q, captcha yo'q. Ya'ni qo'shimcha o'zining o'sha bonuslari bor. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, eng oxiri bu 899 mingtalik pointlik ekan. Bu yerda mana o'zi o'sha nimalarni, ya'ni bonuslarni yozib qo'yibdi. Keyin yana boshqa bonuslar, keyin bu yerda nimalar, ya'ni o'qib olish mumkin bo'ladi bu yerda. Keyin depozit bo'lim bor. Aytib o'tgandek, men bunga depozit kiritganman. Bu botga nima uchun desanglar, albatta buning sababi bor. Masalan, har xil Telegram yulduzcha ishlaydigan, stars ishlaydigan botlar bor. Ana shu botlarda ishlab, o'sha starslarimni masalan birovga sotaman deb o'tirmayman-da. Shunchaki mana shu starslarimni bu yerga mana masalan 5000 pointni 5000 point ustiga bossam, bundan 0.5 sent bo'ladi. Keyin bu yerdan mana depozit o'sha Telegram starsni bosganda o'sha Telegram stars chiqib keladi. O'sha balansda nechta Telegram stars bo'lsa, masalan qanchaga yetsa, masalan $1, ya'ni 100 ming pointlik stars bormi, masalan o'sha ustiga bosib o'sha Telegram starsni bu botga berish evaziga men bu botdan mana bunday point olaman.
keyin pointni nima qilaman, bu yerda mana exchange to main balansga o'tarish ham bor. Mana bu yerda mana pastda mana bunday qizil yozuvda pastda bor. Ana shuni ustiga bosam, keyin mana bu pul chiqarish balansimga o'tadi bu. Va shunday qilib o'sha starsarimni men mana shu bot orqali kripto qilib chiqarib olishim mumkin bo'ladi. Endi qo'lda sotib o'tirmayman, odam topib, shuning uchun mana shunday qilganman. Bu yerda mana deposit kiritganlarimni ko'rsam kun 0.50 sent, 30 sent, 10 sent. Jami bir $1 ko'proq starsda o'sha nima qilib olganman. Ya'ni pul qilib chiqarib olganman. Keyin bu yerda do'stlar Wizdraft bo'limi bor. Wizdraft bo'limiga kelganda albatta bitta mana shunday reklama chiqib keladi hamisha. Hozir reklamani o'tkazib yuborishni kutamiz endi ozgina. Shu reklama tugagandan keyin do'stlar yana videoni davom ettiraman. Do'stlar reklamamiz ham tugab bo'ldi. Endi bu yerda mana ko'rishingiz mumkin 5 ta kriptovalyutaga biz pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda masalan BNB, Bitcoin, Litecoin, Toncoin, USDT. Masalan bu yerda mana Litecoinda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana yozib qo'yibdi. Minimalniy pul chiqarish 700 ta point ekan. Maksimalniy point chiqarish esa 10.000 ta ekan. Ya'ni kuniga 5 marotaba biz pul chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni maksimalidan bo'lganda masalan kuniga 50.000 ta point pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Masalan 50.000 ta point qancha bo'ladi deysizlar? 50.000 ta point hozir. Masalan bu ko'rsam uchun 0.32 ton coin bo'lyapti. Masalan hozir men balansini yozib ko'raman. 2890 ko'rsam uchun bu qancha bo'lishini, ya'ni 0.01 ton coinga to'g'ri kelyapti. Bundan oldin ham pul chiqarganman, mana ko'rishim mumkin. Juda ko'p marotaba pul chiqarganman va 100% pulni to'lab bergan. Masalan bu yerdan qaysi xohlagan bittalik bo'y bir kriptovalyutada chiqarish mumkin bo'ladi, faqat o'sha baribir ya'ni mana bu Faucet Pay hamyoniga tashlab beradi to'lovni. Shu Faucet Pay hamyoniga qiladi. Bu yerda endi Wizdraft Faucet Pay degan ustiga bossak, hozir bizdan pullarimiz ko'rish mumkin requestga ketdi. Ya'ni balansimizdan mana pointlari yechib olindi. Bu yerda mana ko'rish mumkin pending holatiga ketdi, ya'ni оборотga holatda turibdi. Albatta 5 daqiqaga bormasdan pullarim tushib keladi balansimizga. Shunday qilib pul chiqarib olib pul ishlashni mumkin bo'ladi. Bu yerda mana yana farmers bo'limidan, ya'ni farm bo'limidan mana bu yerda mana yana point olib o'shanday qilib ishlashni mumkin bo'ladi. Menu bo'libida yana boshqa bo'limlari bor, Telegram kanallari, boshqa narsalari ham bor. Shunday qilib pul ishlashni mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta bu yerda mana yana testlari bor. Qo'shimcha mana bu yerda har xil masalan kanallarga obuna bo'lib, adashmasam o'zida yozib qo'yibdi nima qilishdi. Masalan complete ustiga o'tsak, bunda ham reklama chiqib kelishi kerak. Adashmasam mana reklama chiqib keldi, aytib o'tganim o'sha olish uchun ham reklama chiqarib edi. Va yana ko'rishim mumkin yana bitta reklama chiqdi mana shunday. Biz shu reklama orqali bu pul topgan uchun bizga o'sha reklamasidan qanchadir pul beradi. O'shaning uchun bu ko'p reklamalar chiqaradi. Albatta sabr bilan ishlasanglar ishga mumkin bo'ladi. Botda pul istabosat mana ko'rish mumkin, olib olishingiz mumkin bo'ladi. Captcha so'rayapti hozir. Chunki hozir mana balansimizga qo'shib berdi o'sha pointni. Bemalol kirib ishlash mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta xohishi kim kirib ishlamoqchi bo'lsa o'sha albatta silkasi shu videoning opisiyalarida bo'ladi do'stlar. Do'stlar bugungi videodan shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.